Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling. Siz mening dadam ekansiz. Qanday qilib? 1902-yil raddomda mana bu o'g'lingiz bilan meni almashtirib qo'yishgan ekan. Asl o'g'lingiz men ekanman. Yo'q, Ha. Aldayapti bu. menga qara o'g'lim, ukajon. Sen bor o'zing onangni oldiga bo'lmasam. Bor. Bu aldayapti bu dada. Qarang, onangiz Shotir Ustaveli'da bir o'zi qolgan. Bechora Roza opa ismi. Hozir mana shunga ishonyapsizmi shunda? Bor onangni oldiga bor. Dadajon. O'g'lim. Menga qarang, to'ylasangiz to'lang, bo'lmasa siz bilan sudda gaplashamiz, tushundingizmi? Xo'p, singlim to'layman. Tushundingizmi deyapman? To'layman. Tinchlikmi dadajon? Prosentga pul oldim qarzga. Shuni so'rab ketdi. Qancha? Katta summa bo'lam. Mayli. Qarzlarni qutulgandan keyin uy menga qoladi. Polvon bolam o'zimmi? Polvon. Allo. Qanaqa odamsan? Qancha kutasan? Qarzingni qachon berasan? Beraman shuni. Ozgina vaqt ber. Bersang tezroq ber, bo'lmasa boshqacha gaplashaman sen bilan. Kim dadajon? Yana bittasidan qarz olgan edim, so'rayapti shuni. Amallab qutulishim kerak shundan. Mayli. O'tib ketgan ekanda bu ham. Otajonim olsin. O'g'lim, uyga bozorlik qilib kelsang bo'lardi. Uyda hech narsa yo'q, qorin och. Pul bering. Pulim yo'q-da, o'zingni ishlatib turgin bolam. Ne bo'pti? Ke qara, iloji bo'lsa mana shu bavini parashokidan olib kelsang yaxshi bo'lardi. Uyda bittagina qolibdi-da. Nima qilish buni? Bu 100% Germaniya xom ashyosidan tayyorlangan. Kiyimlarimni yuvsam bitta ham dog' qoldirmaydi. Oq kiyimlarni oppoq qiladi. Allergiya chaqirmaydi. Hidi ham zo'rda. Bo'pti. Bavini ham biladi bu cho'l. Mayli, uy menga qoladi-ku. Aka, pulni to'la olsangiz turing, bo'lmasa chiqib keting uydan. To'la olasizmi? To'layman. Bo'lmasa chiqib keting. Tinchlikmi? Nima bo'lyapti? Uyda egasi kelibdi, kvartiram pulini to'lang, bo'lmasa chiqib keting deyapti bolam. Uy sizniki emasmi? Yo'q, men kvartiram turaman bu yoqda. Nimangiz bor sizda o'zi? Baxtimga bir dona bolam bor. U ham bo'lsa san. Bavi olib keldingmi? Banan olib keldim. Ketdim men o'zim Rozopam zo'rida. Uzr, zaryadligim qolib ketmabdimi shu yerda? Qanday Rozopam sharoiti? Sharoit vobshe zo'r, maza qilib yashayapman lekin. Ketdim men Rozopaga. Yo'q, yashay endi men bu yerda. Almashmaganmiz? Yo'q, g'irromlik qilma, men yashayman Ro'zapani uyida.